Bugun men pensionerlar uchun kuzgi ustama bo'yicha juda muhim tafsilotlarni tushuntirib beraman. Chunki bu masala oddiy bir qo'shimcha pul emas, ko'p oilalarning kuzgi xarajatlari, dori-darmon, kommunal to'lovlar va kundalik ro'zg'orga bevosita ta'sir qiladi. Eng muhimi, ayrim pensionerlar o'ziga tegishli qo'shimcha to'lovni vaqtida olmasligi, noto'g'ri hisoblanganini sezmay qolishi yoki hujjatdagi kichik xato sabab puldan kechikib foydalanishi mumkin. Shuning uchun bu videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga nimalar o'zgargani, kimlar alohida e'tibor berishi kerakligi, qaysi holatlarda ustama kechikishi yoki kamayish mumkinligi va amalda nima qilish kerakligini oddiy tilda tushuntiraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar pensionerlar va ularning farzandlari uchun juda zarur. Avval ko'p pensionerlar kuzgi ustama yoki mavsumiy qo'shimcha to'lov haqida faqat pul tushgandan keyin bilardi. Ya'ni odamlar oldindan kimga beriladi, qancha beriladi, qaysi oyda tushadi, bank kartasigami yoki naqd shakldami, buni aniq bilmay kutib yurishardi. Natijada kimdir pul tushganini tekshirmaydi. Kimdir kartadagi harakatlarni farzandlari orqali ko'radi, kimdir pochta orqali oladi, yana kimdir menga tegishli emas ekan deb o'ylab umuman surishtirmaydi. Endi vaziyatda bir nechta muhim jihatga e'tibor kuchaydi. Birinchidan, pensionerlarning ma'lumotlari bazada to'g'ri turishi juda muhim bo'lib qoldi. Pasport ma'lumotlari, yashash manzili, bank kartasi, telefon raqami, pensiya turi, nogironlik guruhi yoki boquvchisini yo'qotganlik holati noto'g'ri bo'lsa, qo'shimcha to'lov avtomatik hisoblanganda xatolik chiqishi mumkin. Ikkinchidan, ayrim to'lovlar umumiy pensiya bilan bir kunda tushmasligi mumkin. Odamlar esa pensiya tushdi, lekin ustama yo'q, demak bermas ekan deb xulosa chiqaradi. Bu doim ham to'g'ri emas. Ba'zan qo'shimcha to'lov alohida reyestr bo'yicha alohida sanada yoki tekshiruvdan keyin o'tkaziladi. Uchinchidan, kuzgi davrda ayrim xarajatlar oshadi. Sovuq tushishi bilan gaz, elektr, ko'mir, dori, issiq kiyim, transport va oziq-ovqat xarajatlari ko'payadi. Shu sababli davlat tomonidan beriladigan har qanday ustama pensioner uchun sezilarli yordam bo'lishi mumkin. Lekin bu yordamdan to'liq foydalanish uchun kutib turaman. O'zi tushadigan yondashuv hamma vaqt ham yetarli emas. Men tajribamdan aytaman. Ko'p muammo pul yo'qligidan emas, ma'lumot tekshirilmagani va vaqtida murojaat qilinmaganidan kelib chiqadi. Endi kimlar bu masalaga alohida e'tibor berishi kerakligini batafsil tushuntiraman. Birinchi navbatda yoshga doir pensiya oluvchilar. Agar siz odatdagi pensiyani bank kartasi orqali olayotgan bo'lsangiz, kuzgi ustama ham ko'pincha shu yo'l bilan tushishi mumkin. Lekin karta muddati tugagan bo'lsa, karta bloklangan bo'lsa, karta boshqa bankka almashtirilgan bo'lsa yoki hisob raqam o'zgargan bo'lsa, to'lov kechikadi. Masalan, pensioner opa har oy 1.800.000 so'm pensiya oladi. Kartasining muddati sentabrda tugagan. Lekin u pensiya baribir tushaveradi deb o'ylagan. Asosiy pensiya bir muddat eski tartibda ko'ringan bo'lishi mumkin, ammo qo'shimcha ustama yangi reyestrda qaytib qoladi. Opa keyin bankka boradi. Karta yangilanadi. Lekin to'lovni qayta yo'naltirish uchun yana vaqt ketadi. Mana shu birgina karta masalasi odamni bir necha hafta kutishga majbur qilishi mumkin. Ikkinchi toifa nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchilar. Bu yerda eng muhim narsa nogironlik muddati va guruhi bo'yicha ma'lumotlar yangilangan bo'lishi. Ayrim odamlar tibbiy mehnat ekspertiza komissiyasidan o'tgan, lekin natija elektron tizimda kech aks etgan bo'lishi mumkin. Agar tizimda eski ma'lumot turgan bo'lsa, ustama noto'g'ri hisoblanishi yoki vaqtincha to'xtab turishi ehtimoli bor. Masalan, bir fuqaro ikkinchi guruh nogironligi bo'yicha pensiya oladi. Uning qayta ko'rik muddati oktabr oyida tugagan. Agar u vaqtida qayta ko'rikdan o'tmasa yoki hujjat tizimga tushmasa, noyabr oyida qo'shimcha to'lov hisoblanayotganda status bo'yicha savol paydo bo'ladi. Bunda inson mening ahvolim o'zgarmagan-ku deb haqli ravishda ranjishi mumkin, lekin tizim hujjatga qaraydi. Shuning uchun tibbiy hujjatlar va komissiya xulosasi dolzarb bo'lishi shart. Uchinchi toifa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Bu holatda oiladagi har bir oluvchining yoshi, o'qish holati, vasiylik ma'lumotlari va bank rekvizitlari muhim. Masalan, bir oilada ikki farzand boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladi. Bir maktabda o'qiydi, ikkinchisi kollej yoki universitetga kirgan. Agar katta farzandning kunduzgi ta'limda o'qiyotgani haqidagi ma'lumot vaqtida tasdiqlanmasa, unga tegishli to'lovda uzilish bo'lishi mumkin.
kuzgi ustama ham shunday ma'lumotlarga bog'lanib qolishi ehtimoli bor. Bu yerda ota-ona yoki vasiy o'qish joyidan ma'lumotnoma olganman deb qo'yishi yetmaydi. Kerak bo'lsa uni pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki tegishli idoraga yetkazish zarur. 4-toifa yakka yashovchi pensionerlar. Ular uchun kuzgi qo'shimcha to'lov ayniqsa muhim. Chunki xarajatni bo'lishadigan oila a'zosi bo'lmasligi mumkin. Yakka yashovchi pensionerning kommunal to'lovlari, dori xarajatlari va oziq-ovqat xarajatlari o'z bo'yinda bo'ladi. Masalan, pensioner aka 1 million 500 ming so'm pensiya oladi. Dori uchun oyiga 250 ming so'm, elektr va gaz uchun kuzda 2500 ming so'm, oziq-ovqat uchun kamida 200 ming so'm sarflaydi. Qo'shimcha 2 ming yoki 30 ming so'm ham bu inson uchun juda katta yordam bo'ladi. Lekin u telefon ishlatmasa, SMS ko'rmasa, bank ilovasiga kirmasa, pul tushganini bilmay qolishi yoki noto'g'ri tushganini sezmasligi mumkin. Shuning uchun farzandlar, qo'shnilar yoki mahalla faollari bunday insonlarga yordam berishi kerak. 5-toifa pensiyasini naqd shaklda pochta yoki yetkazib berish orqali oladiganlar. Bunday holatda to'lov sanasi bank kartasiga tushadiganlar bilan bir xil bo'lmasligi mumkin. Ba'zan pochta xodimi jadval asosida keladi. Ba'zan hudud bo'yicha yetkazish bir necha kunga cho'ziladi. Pensioner esa qo'shnisiga karta orqali pul tushganini eshitib, menga bermayapti deb xavotirga tushadi. Men bunday vaziyatda avval o'z to'lov shaklingizni aniqlashni maslahat beraman. Agar siz naqd olsangiz, ustama ham shu kanal orqali keladimi yoki kartaga o'tkaziladimi? Buni oldindan so'rang. Ayniqsa manzil o'zgargan bo'lsa, pochta bo'limida eski manzil turgan bo'lishi mumkin. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar siz pensiyani muntazam olayotgan bo'lsangiz, kartangiz faol bo'lsa, pasportingiz yangilangan bo'lsa, yashash manzilingiz to'g'ri bo'lsa, pensiya turi bo'yicha hujjatlaringizda o'zgarish bo'lmasa, odatda jarayon avtomatik ketadi. Lekin xavotir olmaslik degani umuman tekshirmaslik degani emas. Men har bir pensionerga yoki uning yaqinlariga kamida 3 narsani tekshirishni tavsiya qilaman. Pensiya tushgan sana, qo'shimcha to'lov alohida ko'rsatilmagani, hisoblangan summa avval e'lon qilingan yoki mahalliy idora aytgan tartibga mos keladimi? Keling, raqamli misol bilan ko'ramiz. Bir pensioner 200 ming so'm pensiya oladi. Oktabr oyida unga odatdagi pensiya tushdi, lekin kuzgi ustama ko'rinmadi. U darrov menga tegishli emas demaslik kerak. Birinchi qadam bank SMS yoki ilovadagi kirimlarni tekshirish. Ba'zan summa alohida nom bilan emas, umumiy kirim sifatida ko'rinadi. Ikkinchi qadam mahalliy pensiya jamg'armasi bo'limiga qo'ng'iroq qilish yoki borish. Uchinchi qadam agar hisoblangan lekin qaytgan deyilsa, bank rekvizitini tekshirish. 4-qadam agar siz ro'yxatda yo'qsiz deyilsa, buning sababini yozma ravishda so'rash. Og'zaki javob yetarli bo'lmaydi. Chunki keyin murojaat qilganda aniq asos kerak bo'ladi. Yana bir misol. Pensioner ayol eri vafotidan keyin boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi ham oladi. O'zi esa yoshga doir pensiya yoshiga yetgan. Bunday murakkab holatlarda to'lov turi bir nechta bo'lishi mumkin. Lekin har bir qo'shimcha alohida tartibga bog'lanadi. Ayol men 2 turdagi huquqqa egaman, demak 2 barobar ustama olaman deb o'ylashi mumkin. Amalda esa qo'yda qanday belgilanganiga qaraladi. Ustama bir martalikmi? Har bir pensiya ishiga hisoblanadimi? Faqat asosiy oluvchigami yoki muayyan toifagami? Shuning uchun murakkab pensiya holatlarida taxmin bilan emas, rasmiy tushuntirish bilan ish tutish kerak. Endi ko'pchilik e'tibor bermaydigan istisnolar va nozik jihatlarni aytaman. Birinchi nozik jihat doimiy yashash manzili. Agar pensioner bir tumanda ro'yxatda turib, boshqa tumanda farzandinikida yashayotgan bo'lsa, ayrim xabarnomalar, pochta to'lovlari yoki mahalla orqali beriladigan ma'lumotlar eski manzilga ketishi mumkin. Odam esa hech kim aytmadi dedi. Ha, aytilmagan bo'lishi mumkin, lekin tizimdagi manzil eski bo'lsa, idora sizni o'sha manzilda deb ko'radi. Shuning uchun manzil masalasi mayda narsa emas. Ikkinchi nozik jihat, pasport yoki ID karta almashganda ma'lumotlar. Ko'p pensionerlar ID karta olgandan keyin bankka ham, pensiya bo'limiga ham alohida borish kerakmi deb so'raydi. Ayrim ma'lumotlar avtomatik almashishi mumkin, lekin men har doim tekshirib qo'yishni maslahat beraman. Chunki familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana yoki hujjat raqamidagi bitta farq ham to'lovni identifikatsiya qilishda muammo tug'diradi. Masalan, bankda O'g'iloy deb yozilgan, pensiya bazasida O'g'iloy deb yozilgan bo'lsa,
Tizim ba'zan buni bir odam deb tanisa ham ayrim reyestrlarda muammo chiqishi mumkin. Uchinchi nozik jihat karta boshqa odam qo'lida bo'lishi. Ba'zi pensionerlar kartasini farzandiga berib qo'yadi. Ben buni ehtiyotkorlik bilan ko'rib chiqishni maslahat beraman. Chunki pul tushgan tushmaganini pensionerning o'zi bilmaydi. Qo'shimcha ustama tushsa ham undan xabar bo'lmasligi mumkin. Agar farzand halol yordam berayotgan bo'lsa ham, baribir SMS xabarnoma pensionerning o'z telefoniga kelgani yaxshi. Kamida oyda bir marta bankdan ko'chirma olib, pensiya va ustama summalarini tekshirish kerak. 4-nozik jihat qarzdorlik va ushlab qolishlar. Ayrim pensionerlar kredit olgan bo'lishi, aliment yoki sud qarori bo'yicha ushlab qolish bo'lishi, kommunal qarzlar bo'yicha avtomatik yechimlardan foydalanishi mumkin. Bunday holatda qo'shimcha pul tushgan bo'lsa ham, uning bir qismi darhol yechilib ketgandek ko'rinadi. Pensioner ustama tushmadi deydi. Aslida tushgan, lekin qarzdorlik bo'yicha ushlangan bo'lishi mumkin. Shu sabab bank ko'chirmasida kirim va chiqimni alohida ko'rish kerak. Faqat balansga qarash yetarli emas. 5-nozik jihat. Bir martalik ustama bilan doimiy oshirishni aralashtirib yubormaslik. Kuzgi ustama ko'pincha mavsumiy yoki muayyan davrga bog'liq qo'shimcha bo'lishi mumkin. Bu degani keyingi oy pensiya aynan shu miqdorga doimiy oshadi degani emas. Masalan, siz sentabrda 1.700.000 so'm oldingiz, oktyabrda 1.920.000 so'm tushdi. Siz endi har oy 1.920.000 so'm olaman deb reja qilib qo'ysangiz, noyabrda yana 1.700.000 so'm tushsa, oilaviy budjetda muammo paydo bo'ladi. Shuning uchun to'lovning nomini, davriyligini va asosini aniq bilish kerak. 6-nozik jihat chet elda vaqtincha bo'lgan pensionerlar. Agar pensioner vaqtincha boshqa davlatga ketgan bo'lsa, pensiya olish tartibi bank kartasidan foydalanish va hujjat tasdiqlari bo'yicha alohida talablar bo'lishi mumkin. Ustama hisoblanishi ham shaxsning pensiya ishi faol holatda ekaniga bog'liq. Bunday pensionerlar yaqinlari orqali emas, imkon qadar rasmiy elektron murojaat yoki konsullik orqali ma'lumotni aniqlash kerak. Chunki men O'zbekistonda ro'yxatdaman, demak hammasi avtomatik degan fikr har doim ham yetarli kafolat bermaydi. 7-nozik jihat merosxo'rlar va vafot etgan pensionerlar bo'yicha to'lov. Bu juda nozik, lekin hayotda uchraydigan holat. Pensioner vafot etgan oyda hisoblangan, lekin olinmay qolgan pensiya yoki qo'shimcha to'lovlar bo'yicha oila a'zolari savol beradi. Bunda pulni kim olishi, qanday hujjat kerakligi, qaysi muddatda murojaat qilish lozimligi alohida tartibga bog'liq. Odatda o'lim guvohnomasi, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar va meros yoki yashab turgan oila a'zosi maqomini tasdiqlovchi hujjatlar so'ralishi mumkin. Eng katta xato shuki, odamlar kartadan pul yechishga urinadi. Men bunday vaziyatda faqat qonuniy tartibda idoraga murojaat qilib ish qilishni maslahat beraman. 8-nozik jihat telefon orqali kelgan yolg'on xabarlar. Ustama mavzusidan firibgarlar ham foydalanishi mumkin. Sizga kuzgi ustama chiqdi, kartangizni tasdiqlang, SSK'ni ayting, plastik raqamingizni jo'nating, oldindan komissiya to'lang degan qo'ng'iroqlar bo'lsa, darhol ehtiyot bo'ling. Hech bir rasmiy idora sizdan bank kartangizning to'liq ma'lumotini, SMS kodni yoki PIN kodni so'ramaydi. Ustama olish uchun oldindan pul to'lash kerak emas. Agar shunday talab bo'lsa, bu firibgarlik belgisi. Endi men aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, o'zingizning pensiya to'lov kanalingizni tekshiring. Siz pulni bank kartasiga olasizmi? Naqd olasizmi? Pochta orqali olasizmi? Yoki ishonchnoma orqali boshqa odam oladimi? Bu savol oddiy tuyuladi. Lekin ustama qayerga tushishini tushunish uchun juda muhim. Agar bank kartasiga olsangiz, kartaning amal qilish muddati bloklanmaganligi, SMS xabarnoma ulanganligi va bank ilovasida kirimlar ko'rinishini tekshiring. Ikkinchi qadam, hujjatlaringizni tayyorlab qo'ying. Sizga odatda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlanganini tasdiqlovchi ma'lumot, bank kartasi yoki hisob raqami ma'lumotlari, yashash manzili bo'yicha ma'lumot kerak bo'lishi mumkin. Nogironlik bo'yicha pensiya oluvchilar tibbiy xulosa yoki nogironlik guruhini tasdiqlovchi hujjatning amaldagi holatini tekshirish kerak. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'yicha esa farzandlarning tug'ilganlik guvohnomasi, o'qish joyidan ma'lumotnoma, vasiylik hujjatlari kerak bo'lishi mumkin. 3-qadam, bank ko'chirmasini oling. Faqat balans qancha deb so'ramang. Aynan kirimlar tarixini ko'ring. Masalan, pensiya 1.820.000 so'm bo'lib tushgan, alohida
2,5 million so'm qo'shimcha tushgan bo'lishi mumkin. Yoki 2,5 million so'm bitta umumiy kirim sifatida kelgan bo'lishi mumkin. Agar shu kuni kredit to'lovi 2,5 million so'm yechilgan bo'lsa, balansda farq ko'rinmay qoladi. Shuning uchun ko'chirma masalani aniq ko'rsatadi. 4-qadam mahalliy pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki tegishli rasmiy xizmatga murojaat qiling. Murojaat qilganda menga pul tushmadi deb umumiy aytishdan ko'ra aniq savollar bering. Masalan, mening pensiya ishim bo'yicha kuzgi ustama hisoblanganmi? Hisoblangan bo'lsa, qaysi sanada va qaysi to'lov kanali orqali yuborilgan? Agar qaytgan bo'lsa, qaytish sababi nima? Agar hisoblanmagan bo'lsa, asosini yozma ravishda tushuntirib bera olasizmi? Mana shunday savollar xodimga ham aniq tekshirishga yordam beradi. 5-qadam yozma murojaat tayyorlang. Agar sizga ustama tegishli deb hisoblasangiz, lekin pul tushmagan bo'lsa, ariza yozing. Arizada familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, pasport yoki ID karta raqami, yashash manzili, telefon raqami, pensiya turi va muammo mazmunini ko'rsating. Matn oddiy bo'lishi mumkin. Menga tayinlangan pensiya bo'yicha kuzgi ustama hisoblanmaganini tekshirib berishingizni, agar hisoblangan bo'lsa, to'lov sanasi va usulini ma'lum qilishingizni, agar hisoblanmagan bo'lsa, sababini yozma ravishda tushuntirishingizni so'rayman. Shunday yozilgan murojaat keyingi bosqichlarda dalil bo'ladi. 6-qadam javobni saqlang. Og'zaki gapni unutish oson. Yozma javob, SMS, bank ko'chirmasi, ariza nusxasi, qabul qilingan sana haqidagi belgi, elektron murojaat raqami saqlanishi kerak. Agar keyin yuqori tashkilotga murojaat qilish kerak bo'lsa, aynan shu hujjatlar yordam beradi. Ko'p odamlar men borganman, aytganim deydi. Lekin qo'lida dalil bo'lmagan uchun masala cho'ziladi. 7-qadam yaqinlaringizga ham tekshirtirilgan. Agar ota-onangiz, bobo-buvingiz yoki qarindoshingiz pensioner bo'lsa, ulardan pul tushdimi deb so'rash bilan cheklanib qolmang. Ko'chirmani ko'ring, karta muddat tugamaganini tekshiring, telefon raqami to'g'ri ulanganini aniqlang. Ayniqsa yolg'iz yashaydigan, ko'zi yaxshi ko'rmaydigan, telefon ishlatishga qiynaladigan pensionerlar yordamga muhtoj. Bu yerda bir kun vaqt ajratish ularning bir necha 100 ming so'm qo'shimcha pulini saqlab qolishi mumkin. 8-qadam firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Hech kimga SMS kod bermang. Karta PIN kodini aytmang, oldindan to'lov qilmang. Rasmiy masalani faqat bank, pensiya jamg'armasi, davlat xizmatlari markazi yoki rasmiy elektron portal orqali hal qiling. Agar sizga shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, suhbatni to'xtating va o'zingiz rasmiy raqamga qo'ng'iroq qiling. Firibgarlar ko'pincha bugun oxirgi kun, hozir aytmasangiz pul ketadi deb shoshiltiradi. Rasmiy idoralar bunday uslubda SMS kod so'ramaydi. Bugun men pensionerlar uchun kuzgi ustama masalasida eng muhim narsalarni tushuntirdim. Avval odamlar ko'pincha pul tushishini kutib o'tirgan bo'lsa, hozir ma'lumotlarning to'g'riligi, bank kartasi holati, pensiya turi, nogironlik yoki o'qish hujjatlari, yashash manzili va to'lov kanali juda katta ahamiyatga ega. Eng katta xato o'zi tushadi deb umuman tekshirmaslik. Eng to'g'ri yo'l esa hujjatlarni tartibga keltirish, bank ko'chirmasini ko'rish, rasmiy idoradan aniq javob olish va kerak bo'lsa yozma murojaat qilishdir. Agar siz pensioner bo'lsangiz yoki oilangizda pensioner bo'lsa, bugunoq 3 narsani tekshiring. Karta ishlayaptimi? Pensiya qo'shimcha kirimlar ko'rinyaptimi? Hujjatlardagi ma'lumotlar yangimi? Shu oddiy tekshiruvlar ko'p muammolarning oldini oladi. Izohlarda yozing. Sizda kuzgi ustama bo'yicha to'lov tushdimi? Kechikish bo'ldimi? Qaysi savol sizni ko'proq o'ylantiryapti? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner yaqinlaringizga albatta yetkazing.